Hech qanday narsaning usti yopilmaslik lozim. Azroqini vaqt olsin. Azroqi sizda qolsin. İçinizde qaytalanishi bo'lmaslik uchun yana azroq azobmi bo'lsin. Shu ichimga so'ndiramaganlarim yuragimdan chiqmaydigan bir holga keldi. Va yuziga deyamaganlarim bo'g'zimga kaplashib qoldi. Hamma ishlar vaqtida bo'lishi kerak edi. Bir chaqlarda ko'z qarchuqimsan deganlar, beqishlar ko'nirganda nasaringdan tushmay turib ketish kerak edi. İchiga so'ndirilmagan nima bo'lsa, sevgi uchun ustini yopmaslik kerak edi. Va so'zlangan bir yolg'onning insonning yuragida sevgidan bakrak zo'raydiganligini unutmaslik kerak edi. Sevgida bo'lmasa bo'lmaydiganlar va ishonch tuyg'usini ziyda qilmaslik uchun yuraklar zeriktirilmasligi kerak edi. Sevgi bilan beqildigan bu yuraklar qaqas dunyoda yolg'iz qolmasligi kerak edi. Baxtli bo'lish buncha oson bo'lgan yerda söyish buncha qiyin bo'lmasligi kerak edi. Burunqi meni sevg'indi. Hammaylar yuragida o'tmishdagi birlarini sevg'inadi. Men bo'lsam hammadan bek o'zimni sevg'inaman. Birlar tex yuragimdan shu mehnat yolg'onlari bilan o'tmagan vaqtlarni kimdan ayrilib qolganingni o'ylama. Nimishqa ayrilib qolganingni asla. Ba'zi ayrilishlar borki, sizni o'zingizga keltiradi. Va ba'zi o'zga kelishlar borki, sizdan birlarini elib ketadi. Har ikki ahvolda qo'limizda tortgan azobimizga javob bera oladigan bir sababimiz bo'lishi kerak. Ko'zingiz ichilganida u sizning yuragingizga qarag'udek qo'rqishi va siz aynakda o'zingizga qarayolg'udek haq bo'lishingiz kerak. İnsan kimdan ayrilib qolganidan bakrak, nimishqa ayrilib qolganiga javob bera olishi kerak. Mana shu sababdan bir inson hammadan bak o'ziga nisbatan tik tura olishi kerak. Halbuki men hech qanday xatoyimga sendek ega bo'lmagan edim. Men uchun noto'g'ri kishi edim. Va buni besh qo'ldek aniq bilardim. Ammo inson sevginida xatosini bu to'g'ridek so'ydi. Men bo'lsam hech qanday xatoyimga sendek ega bo'lmagan edim. Sen uchun yuz o'rgan to'g'rilarimga o'val qildim. Bunday so'yishning bir badali bo'ldi ekan. Hozir aynaga har qarg'inimda uni to'layapman. Har qitimda amdi bo'la deyman. Ammo yetmadi. Sen mendan yuz o'rgan shu kundan buyon men o'zimga hech kimga ishonib, o'rilib, yuzga qarayolmayapman.